Qani muhabbat kuchisidan bir eshitaylik bo'lmasa. Rahmat. Sog' bo'linglar. Umuman bugungi ko'rsatuv, bugungi chiroyli berilgan ma'lumotlar uchun va uzoq yo'l bosib ko'rsatuvga kelganingiz uchun tashakkurimizni izhor qilamiz. Go'zal qo'shiqlar uchun, go'zal askiya hazillar uchun, barchasi uchun rahmat deymiz va aynan mana shu o'zbek milliy musiqa san'ati, askiya san'ati yo'lida olib borayotgan fidoyilarcha mehnatingiz uchun ham rahmat deymiz. San'atingizga ko'z tegmasin. Hamisha yosh avlodga ta'lim tarbiya berishda, san'atni rivojlantirishda, askiya san'atini rivojlantirishda old qatorlarda yurishingizni, harakatdan charchamasligingizni so'raymiz. Biz esa nima ham derdik? Bormisiz, omonmisiz? Mana shunaqa chekka hududlarda, qishloqlarda, ovullarda, mahallalarda yashab ijod qilayotgan, san'atga o'z hissasini qo'shayotganlarni yuzaga olib chiqishdan hech qachon iste'dodlarni, ustozlarni albatta taklif etamiz. Bunday ustozlar, bunday iste'dodlar albatta mana shunday ko'rsatuvlarda, sahnalarda muxlislar bilan g'oyibona nima deydi, uchrashishlari kerak. Mana shunday kashf etilishlari kerak. Men o'ylaymanki, umuman respublikamizning boshqa viloyatlarida ham bunday fidoyi insonlar juda ham ko'p. Ko'rsatuvimizni hozir shu fursatlarda bugungi sonimizga yakun yasaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha va ajoyib go'zal qo'shiq bilan va ajoyib go'zal raqs bilan bugungi ko'rsatuvimizga navbatdagi qo'shiq albatta sizlar uchun aziz muxlislarimiz, aziz raqqosalarimizni ko'ryapman men kadr ortida. Raqs bor. Madinaxon bilan birgalikda Sotvoldi Abdiyev so'zi, Tohirjon Shokirov ustozimiz. Qani marhamat. Hey! Aqlu hushim o'zimdamas, ahvolima majnunlaram qilmas havas. Ertakdagi sulular ham hech gap emas. Siz bugun judayam ochilib ketibsiz. Siz bugun judayam ochilib ketibsiz. Qayda edi bu ko'zlarim avvalida, payqamayin qoldimmi yo sallarida. Endi ko'zim sulularning sarvarida. Siz bugun judayam ochilib ketibsiz. Siz bugun judayam ochilib ketibsiz. Behudadir dunyo kezib izlaganim, sizda qasi bitta ekan ko'zlaganim. Xushomadmas bu haqiqat so'zlaganim. Siz bugun judayam ochilib ketibsiz. Siz bugun judayam ochilib ketibsiz. Ko'z tegmasin sizga deya jonim halab, o'zgaga emas talpinadi sizga yurak. Sizga menu, menga esa sizsiz kerak. Siz bugun judayam
ochilib ketibsiz. Siz bugun judayam ochilib ketibsiz. Ochilib ketibsiz.